Nisab tuning etsang ham yarashaveradi. Bir dona mashina bor. Van bo'lsa katta bolalarning jentrasi bo'ladi. Bu mashina ham zo'r mehr berganmiz. Video davomida jarayonlarni kuzatsangiz bo'ladi. Görganlaringizdek bu mashinani polni kuzovini polirovka etdik, keramika etdik, elde kapoti, faralari, krellarni esa broneplanka o'pib berganmiz. Tonirovkalar ham premium klasslarni qilib berdik. Mayda tushida miyatinalik javara bo'ladi, hammani vakuumatib chiroyli taqlab berganmiz. Bamperlar qo'ydik, tumankalar qo'ydik. Xullas, bu mashinamiz hayotga qaytdi. Salon qismidan o'zgacha mehr berildi. Birinchidan aytib ketaman. Salonni polni himsiz yatganmiz. Ichini ko'rsangizlar, toza mashinaning isiga turibdi. Rullari bilan skorslar yaldirab ketgan ekan, ko'rjoylarni tozalab berdik 2 yil kafolati bilan. Bundan tashqari patologlari esa Econox dizaynda qoraytirildi. Oldindan qarasangizlar, laboydan ichi qop-qora bo'lib turadi bo'ldi. Va eng asosiysi mashinamizda Neoline kompaniyasidan 8800 antiradarlarni qo'yib berganmiz. Hammaga tavsiya etamiz, O'zbekistondagi barcha radarlarni shu radar Neoline bo'ladi. Barcha aksessuar sotuvchi do'konlardan so'rasangizlar bo'ladi. 2 yil kafolati bilan xarid qilasizlar. Xullas, jentralimiz shunday tayyor bo'ldi. Kompleks tuning xizmatlari kerak bo'lsa, Comforting'da kutib qolamiz. Sifatli xizmatlar bilan sizlarni xursand qilamiz.